Assalomu alaykum, hurmatli Durat Qushchi kanalining obunachilari, sog'misizlar? Bu joy ko'rsatishimizdan maqsadimiz biz inshaalloh bugun sizlar bilan birgalikda chiroyli bir darvoza sexga kelganmiz. Hayit arafasiga, ya'ni Qurbon hayiti munosabati bilan darvozalarimiz salkam o'zining narxiga berishyapti ekan. Inshaalloh o'zimiz ustozimiz, mana ko'pchilik biladi, darvozaga shogird bo'lgan zotimiz. Ustozlar darvozalarni ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bu joy manzilimiz, mana oromgoh Kalsoy, mana Svetofor, mana Namangan gaz. Xo'p, mana usta, mana uch qozon, ko'pchilik biladi. Mana Askent mehmonxona. Shuni yo'parasida Mo'ysam yo'lidan kirgan joyda inshaalloh o'zimiz ustozimiz joylar bor, darvozasi. Hozir bu joyi bitchakkadan sizlar bilan ko'rsatib o'tamiz. Manzili tushunildini degan umiddamiz. Bu taraf Go'zaldan kelish. Mana bu taraf Go'zaldan kelinadi. Bu taraf Toshkentdan kelgan yo'l, ya'ni o'sha Oromgoh sentri mana shu joy. Bu tarafga o'sha Oromgoh sentri kelinadi. Askentdan, Nuroboddan tushgan joy, bu taraf o'sha Yangi bozordan chiqqan joy. Manzilimiz bu taraf Go'zaldan keladi, ya'ni Chortoq tarafdan kelingan joylar. Xudo xolasa ichga kirib, sizlarga bir qurb joyi ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Bittadan obuna bo'lib, videoni kerakli insonlarga jo'natib qo'yasizlar degan umiddamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, inshaalloh biz ichga kirib oldik, darvoza sexga, ya'ni shu katta sex ustoz o'zlariniki. Ichakkadan hozir bilan to'liq bu yerda bitmagan ishlari ham bor shekilli bular ham. Kraska jarayonlari bitmaganlari ham bor. Ichkarida bor. Ichkarini ham ko'rsatib o'tamiz. Oxirroqda hozir boshlanishiga ichakkadan. Ustoz charchamay turibsizmi? Rahmat. Tinchmisiz? Somsiz. Xudo xolasa keladik. Birinchisiga mashinadan boshlab qo'ya qolaylik-a? Bo'l, shundan boshladim. O'rta, keyin ergilar bir tekisa ekanda, qolgandan keyin ko'rsatib o'taylik. Bu darvoza o'zi turishi oddiy-yu, lekin ochilishda farqi bor. Klientimiz joylarga qarab buni zakazga tayyorlaganmiz. Splashni o'chiradigan qilganmiz. Splashni o'chilganda darvoza xonalar yine kichkinagina hisobga bir tarafga shunday o'tadi. Bo'shtaga mishat qilmadi, baq kirib ketishaveradi. Shuni hisobgina olib, buni o'chiradigan qilib, baquvvat qilib berganmiz. Xudo xolasa zazorlar hammasi joyida. Hammasi joyida. Hop, buni listlaricha qanaqangi bo'lgan buniki? Listlar, profillar qalin, ikkita yo'llar taglar, shivellar 1.8 lista. Profillar ham hammasi kichkina profillargacha qalin materialdan qilib o'zimizning klientimizga tayyorlab berganmiz. 1.8 bir qavatli. Bir qavatli. Xo'p, bu necha razmeri? Yine 3 metr, balandligi 3.65, 3 metrga 3 metr ponni o'chadigan bo'lgan bitta bo'lib, seli. Seli 3 ga 3 ochiladi. Ha. Hop, tega o'shanda kattaroq bo'lsa o'chadigan qilib beramiz. Holatga qarab ikkita xohlasizlar bitta qilib o'chadigan ham qilib beramiz. Demak, garaj bor insonlarga bittaga qilib bersa bo'laveradi, xudo xolasa. Bo'ladi. Hop, buni narxicha? Narx qiziq endi. Narxi 1 million 100 ming dostavka uстановkasi bilan qilib beramiz. Respublika bo'ylab. Ha. Hop, endi keyingilarda xudo xolasa bitta-chekkadan ko'rib chiqaveramiz. Qisqaroq video qilishga harakat qilamiz. Hop, bu qanaqangi poson bu? Bu shtampopkali, lazerli. Shtampopkalini baquvvat bo'lgani, profillar ham ana ular, lazer. Buni zakazga tayyorlaganmiz. Mana egalar ko'chirli, salafarlarni ko'chirmaganmiz. Lazerli bo'lgan. Lazerli Ha, bu Tojikistonga tayyorlaganmiz. Tojikistonga chiqazamiz bular. Bular inshaalloh Tojikiston ketadigan darvozalarimiz. Hop, buni necha bo'ldi? 3 metrga 3 metr. Bu 3 ga 3. Pulicha buni. Buni qalin materialda qilib berganmiz, kvadrati 600 ming so'mdan chiqadi. Qalin material bo'lgan hisobga. O'shanda bu 1/3 mi? Ha, profillar ham qalin bo'lgan, mana listlar ham qalin bo'lgan. Qalinidan. Ha, zakazno bo'lgan. Zakazno. Ha, kvadrati 650 ming so'mdan dostavka uстановkasi bilan qilib beramiz. Respublika bo'ylab, ya'ni hozir bu Tojikistonga ham dostavkasini o'zingizlar qilib berdinglar. Ha, xo'p, mana o'zimizda modasi olmaydigan skromniy, soqqali darvozalarimiz. Bu asosan toshkan forma ham shekilli bu. Ha, o'sha toshkanlardan ko'p bo'ladi. Skromniy varianti. Xo'p, buni soqqali bu birinchi chiqqani. Qadimgilardan. Hozirgacha modasi olmaydi. Hali modasi olmaydi bularni. Hozirgacha, xo'p. Ha. Bu necha? Bu 370 ga 370 joylarga to'g'ri kelsa 1 million 100 ming so'mda dostavka uстановka qilib beramiz. Tayyor holatini. Ha, tayyor. 370 ga 370 o'zi bu. Bu bir qavatmi, ikki qavatmi? 2 qavat shumkali bo'ladi. 2 qavat shumkali mana. O. Orqa taraflari. Mokriy asfalt sifirga. Hop, ruchkalar ham yaxshi. Afek Zubir zamon. Zubir zamon. Hop.
1 million 100 ming so'mdan respublika bo'ylab dastavkasi ichida. Xo'p, keyingisi Keyingisi skromniy variant. skromniy. Taxi ham lazerda o'chilgan ekan-a? Ha. Lazerli, chiroyli, havo aylanib turaveradi. Bemalol xonadon o'zi qo'ysangiz. Ko'pchilik o'zi naborat mana qangi yo'pog'i ham eptesh. Taxi adbeni ekan. Xo'p. Bu qanaqangi posonmi? Bu ham skromniy poson. Aha. Dilali 2 qavat. Bu 2 qavat bo'lgan, mana chekkalari ham dilali bo'lgan. Dileli chiqqan. Ya'ni dileli degani mandan ko'ra pashti bir xilda bo'lib, narigindan ko'ra chiqib turadi mana. Lis o'zidan yigib chiqazilgan 2 qavat birinchi lis bosib turib, ustidan mana uni qo'yilgan, stenoda yigib chiqazilgan mana 2 qavat. Bu qo'l mehnat emas, steno ya'ni. Mana 2 marta qayrilib chiqqan dileli, ya'ni qubba bo'lib o'sib chiqqan bo'ladi. Xo'p. Ikkitagina tagi shivellar, bu ham tayyor 3,5 370 razmerda joylarga to'g'ri kelsa, buni 1 million 300 ming so'mda dastavka ustunovka qilib beramiz. Xudo xolasa. Xo'p, keyingisi. Bu qanaqa poson bu ham bir xil ishlagan buncha. Taroqli skromniy variant, rosa trendda bo'lgan, bitta biz emas, hamkasblarimiz ham hammalar ko'pchiligiga ma'qul kelayotgan o'sha skromniy variant. Aha. Buni 1 million 200 ming so'mda dastavka ustunovka qilib beramiz. Bu gruntopka holatda atkan ranglarga sip beramiz, razmer to'g'ri kelsa. Xo'p, hozir mana ko'rib turganini. Xo'p, razmeri 3,5 ga 3,5. Xo'p, mana ko'rib turganini hozir mokriy asfaltga sipib qo'yilgan tayyorlari. Buni sipishdan oldin ustalarimiz mana qanday gruntopga sipladi. Ya'ni zangi chiqmasligi uchun, o'zini yog'i bo'ladi, yog'i o'tib olmasligi uchun, boshqa qilish uchun gruntopga sipladi. O'zimizdan sepkamiz bir paytlar. Hop, shu holatda bo'ladi. Mana shu gruntopka holati kimga qanaqangi rangi ma'qul keladigan bo'lsa, o'shanga sepib beriladi. Misol uchun mana aytdim, tilla rang qilib ber, mana aytdim, oq, mana qora, mana aytdim, yana o'yinga xohlagan rangingizda sepib beriladi. Hozir trendda bo'lib turgan rangimiz bor. Mana shu o'shigacha bo'lgan ponna dorvoza bor, 20 ga yaqin dorvozamiz bor. Bular hammasi mokriy asfalt ekan. Sizga qaysi rang yo'qsa, shu rangga sepib beriladi. Xohlaganingizni bitta buni emas, zakaz qilasiz. Qolganlarni ham gruntopkani ko'rsatiladi sizlarga. Undan keyin rangingizni aytasiz, sepib beriladi. Xo'p, bunisi qanaqangi poson? Bu ham o'sha high-tech poson. High-tech poson. Xo'p, puli-chi buni? Skromniy variant bu ham. Puli 1 million 200 ming so'mda bu ham dastavka ustunovkalar bilan. Dastavkasi hammasi ichida 1 million 200 ming so'm. Razmeri nechi buni? 3 metrga 320. 3 ga 320. Xo'p, endi keyingisi Samarqand poson. Bu Samarqand poson. Ko'pchilik biladi, ko'pchilikga yoqadigan poson bu ham Samarqand poson. 3 ga 3 razmerda 1 million 200 ming so'mda buni ham tayyorini mana shuni dastavka ustunovka qilib beramiz. Agar zakazga tayyorlaydigan bo'lsa 1 million 300 mingdan 1 million 700 minggacha qilamiz shu dorvozani. Bu dorvozani. Xo'p, buni asli zakazga tayyorlangan, lekin zakaz hisobida tayyorlanganda bozor uchun. Zakazini qilib, zakazini qilib tayyorlaganmiz. Bu degani mana ruchkasini oddiyroq, yo bo'lmasa mana narsani oddiyroq ishlatilmagan, hammasi o'ziga yarasha holatda chiqqan. Hop, bu oldi orqa bir xilmi buniki? Yo'q, bir orqasi tekis bo'ladi. Orqa tekis. Hop. Buni narxini 2 qavat, orqasi tekis bo'ladi. Orqa tekis. Hop, keyingisi skromniy o'z joylaridan ko'ra bir xil holatda, ha. Narxi bir xil, o'sha 1 million 300 ming deymi? Narxi bir xil, ha, shu. 1 million 300 ming so'mda buniki. Hop, buni razmeri necha? Razmerini aytib o'taylik. Bu 320 ga 340. 320 ga 340 joyingiz tayyor bo'lsa o'rnaydi, xudo xolasa. Hop, keyingisicha bu. Bu ham 3,5 ga 3,5. 3,5 ga 3,5. Bu qanaqa poson? Buni afsona poson deyishadi ko'proq. Afsona posonni biz ozgina boshqacharoq bo'lsin deb o'zgartirish kiritib qilganmiz. Ideya o'zingizga yaqinga, poson. Ideya o'zlariniki afsona boshqacharoq qilib tayyorlangan. Hop, buni bu 2 qavat shikilgan? Bu 2 qavat. Shumka bo'lgan. 2 qavat. Shumka bo'lgan mana, bu shumka. Ovozini eshityapsizlar, yo'q past ovoz. Hop, buni narxi nechi pul? Buni narxini mana shu tayyor dorvozani 1 million 100 ming so'mda dastavka ustunovka qilib beramiz. Zakazga bo'lsa 1 million 300 ming so'mda. 1 million 300 ming so'm. To'g'ri kelsa 3,5 razmerda. Tayyor. Hop, bu ham narga taroqlidan ekan. Bu ham o'shanda buni zakazga tayyorlaganmiz. Shuncha dorvozalarning ichida bitta, ikkita, uchta dorvozamiz zakazga qolgan hammasi sotuvga tayyorlaganmiz. Bular hop, sotuvga bilan zakazga pashti bir xil sizda. Pashti bir xil material, mana solishtirsani ham nargin bilan buni bir xil material ishlagan. Bir xil. Tushunarli. Hop, bu zakazga egalar bor ekan. Hop, keyingisicha. Bu shtampovka. Shtampovka. Nerjevekalar bilan. Nerjevekali shtampovka bu.
Hop, bular Tayyor, shtampovka tayyor. pechat degani tayyor shu gullari o'zi stanoda bosib chiqaziladi. Mana bu gulini o'zlarini ideyalari bilan chiqaziladi Bular bular. qo'l mehnati, Qo'l shu mehnati. работа Ha, deyishadi. ruchnoy rabota bular. Hozir ko'rganlarimiz hammasi ruchnoy rabota. Hop, mana bu taraflarimiz endi shtampovka, ya'ni stanoda gullarini chiqazilgan variantlardan. Hop, bularniki nargindan ko'ra narxi ancha arzon bo'ladi. Aksiyada deyilgan darvozalarimiz mana shular. Hop, endi bular narxini bitta ko'rib chiqamiz. Hop, ustoz buni narxi qanchadan endi? 550 ming so'mda dostavka uстановка qilib beramiz. Mana shu nержавейкаларni tanlashsa bo'ldi. Tanlashsa bo'ldi, Ha. bor. V1 bor. V1 bor. Yetarlicha. Razmerlar bor. Razmer bor. 3 ga 3 dan tortib 320 ga 3,5, 320 ga 360 har xil razmerlar bor. Razmer tushmasa zakazga chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Zakazga, hop. Endi hop, endi keyingilari. Bu ham pechat, ha? Ha, bular hammasi bu tarafda o'sha Hammasi shtampovkaliklar. shtampovka. Hop. Buni narxi hozir hammasiniki bir xilmi? Mana nержавейкасы borlar 550 ming so'mda, nержавейкасы yo'qlar 500 ming so'mda dostavka uстановка qilib beramiz. 500 ming so'm. 500 ming so'm, mana uni qara. Aksimiz ko'rinadigan darajada. Eng taglari ham shunaqangi narsa. Hop, buni chekkalari profilmi nima? Shu tagi shvellarimi? Tagi hammasini tagi shvellar. Biz tagiga birorta darvozani tagiga profil ishlatmaganmiz. Ya'ni tagi shvellar bo'lishini sababi ham ha, mashina kirib chiqqanda egildi, boshqa bo'ldi, zanglarda itdek uni chirib ketdi degan narsa bo'lmaydi. Yo'llaricha. Profillari ham baquvvat mana. Baquvvat, 8 ga 8. Razmer 3,5 ga 3,5. Razmer kattalashgan hisobiga mana 8 ga 8 profil ishlatganmiz. Razmer kichiklashganiga 8 ga 6 qilganmiz. 8 ga 4 qilishadi ko'p joyda, biz unaqa 8 ga 4 ishlatmaymiz. Stokaga. Mana 8 ga 6, 8 ga 8. Farq shunda. 8 ga 8. Kattaligiga qarab, darvozani ushlash hajmiga qarab ekanda, katta kichikligi. Bu nimaki? Bundan ham kattalashsa, 10 ga 10 qilib ham beramiz zakazga. 10 ga 10. Xudo xolasa bu. Hop. 3,5 ga 3,5 dedim buni. 3,5 ga 3,5, 320 ga 360, 320 ga 360, 3,5 ga 3,5, 3 ga 3,5. Hamma razmerlar bor. Razmer bor, narxi bir xil 500 ming so'mdan mashlar. Razmer to'g'ri kelsa, chiroyli qilib olib borib o'rnatamiz. Olib borib o'rnatib dastlab 370, bunisi 3 ga 3, mana 3,5 ga 3. Nergisi ham 3 ga 3, fosenda farqi bor, hammasi har xil. Razmeri bizga asosan muhim bo'lsa, nimaki bizni ko'rib turgan aka-ukalarimizga razmeri to'g'ri chiqsa, menga misol uchun polon darvoza yo'qcha, o'shani shuni skrinshot qilib tashlab berishsa sizga, demak o'sha darvozani olib borib o'rnatib berilaveradi. Beramiz, ha. Bunisi 320 ga 3,5. Ulgurib qolishsin, bitta Qudratjon sizdan tashqari yana 2 ta 3 ta blogerlarimiz reklama qilganmiz. Nimaga assortiment katta 20 ta da o'sha darvozamiz bor. O'zi klientlar kelishni boshlashdi. Xudo xolasa. Ha. Klientlar tanlab zakaz beramiz deb klientlar kelishdi. Xudo xolasa. Klientlarimiz mana shu yerda gaplashib, savdolashib turishibdi, xudo xolasa. Xo'p. Telefon qilganda bizning nomimizni aytib, o'zingizni shogirdingizga aloqaga chiqdik desana, xudo xolasa, yana nimadir uni chegirma qilib berishlari mumkin. Balki misol zakaz qilganingizda mana bu narsani bundan tozasi bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa, yana bizdan chiqsa, mana yonini shivellarimiz, profilma shivellar qilib berishlari mumkin. Imkoniyat darajasida biz kanaldan chiqqanlarga skidka qilib, yo'qsa narxidan tushib bersangiz, yaxshi bo'ladi. Undan tashqari doimiy holatda bir oyda bir marta yechamiz yoki 20 kunda bir marta shu darvozalarni xudo xolasa e'tiboringizga havola qilib turamiz. Nasib qilsa, kanalimizga yo'qlashma, bizga obuna bo'lib, like bosib, do'stlarga jo'natib tursangiz, xudo xolasa, shunaqa kerakli ma'lumotlarni, undan tashqari qushga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni doimiy biz kanalimizdan topishingiz mumkin. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Rahmat hammaga. Obuna bo'lishingizdan chiqazaman. Ustoz, sizga ham rahmat. Telefon nomeringizni aytsangiz endi. 93lik 912 00 05. 05. Aloqa chiqsa, yana batafsil tushuntirib beramiz. Hop. Maslahat besplatniy. Ha, maslahat besplatniy. Maslahat besplatniydan tashqari YouTube, Instagram, TikTok nima ijtimoiy tarmoqda borsiz? Obidxon darvoza deyishsa chiqadi. Qaysi kanalda Obidxon darvozachi? Instagram, TikTok. Instagramda, TikTokda borsiz. Telegramchi? Telegram ham bor.
Telegramam. Hop 0005 ga yozsani Telegramdan. Sizlarga o'sha ijtimoiy tarmoqdagi silkalarni tashlab berishadi, qiynalmasdan. To'p olasizlar. Ha, keyin Ustunovka qilgan dollarlarimizni ham qo'yib boramiz. qo'yib boriladi. Undan tashqari hop, har bitta misol uchun mana o'sha Obidxonga sotildi darvoza, zakaz olindi va ish jarayonida shu Obidxonni darvozasi mana misol qilib gapiryapman. Darvoza boshlandi, bugungi chislardan pulon chislaga o'rnaydi deb kunlik istoriyada ko'rsatib borsangiz yana ham yaxshi bo'ladi. Ko'rsatib boramiz, xudo xohlasa. Istoriyani o'zida, o'sha Instagramda Telegram gruppaga tashlab tursangiz ham, misol bitish jarayonini ko'rsa insonlar yana ham qiziqish yaxshi bo'ladi degan umiddamiz, xudo xohlasa. Bir qolganlardan ko'ra yangilik qilib borsak, o'shanda sal manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Xudo xohlasa. Zakaz qilsa pulni ish jarayonlarini qo'yib o'zlariga tashlab beramiz. O'zlariga tashlab ham beriladi. Ishdan boshlab oxirigacha. Oxirigacha. Hop, rahmat hammaga. Shuncha ko'rgan bo'lsangiz, inshaalloh manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Bag'i sezon boshlandi o'zi. Bemalol darvoza qiladigan, qurilish qiladigan do'stlaringizga jo'natib qo'ysangiz, to ular zakazni berib qo'yishsa, ungacha to qolgan qurilishlarni qilib turishguncha darvozalar ham bitib qoladi. Rahmat hammaga.